Farzandlaringiz bayramini uy sharoitida ham unutilmas qilmoqchi bo'lsangiz, unda videoni oxirigacha ko'ring. Oddiy dumaloq biskvitni videoga ko'rsatilganday kesib, kapalak shaklini yasang va o'zingiz xohlagan krem va konfetlar bilan bezab chiqing. Bunaqa kreativniy tortni do'konlarda ham topolmaysiz. Tort ustiga qo'yishga raqamlaringiz bo'lmasa, konditerskiy posipkalar ustidan shokoladni eritib, raqamlarni yozib chiqing. Ushbu usulda shamchalar ham yasasangiz bo'ladi. Shariklarni patologga yopishtirish uchun любой cho'pga одноразовый stakanchikda teshib yopishtirib oling. Mana shunday usulda qiynalmasdan patologlarga yopishtirib chiqing. Agarda raqam yozilgan shariklaringiz bo'lmasa, oddiy qog'oz kleyi bilan sharikka xohlagan raqamingizni yozib chiqing va ustidan yartilliq kukundan sepib chiqing. Ikkinchisi zubnoy pastani mana shunday surib chiqing. Birpas turgach sharikning rangi o'chadi va raqamli sharik hosil bo'ladi. Agarda sharikingiz teshilib qolgan bo'lsa, havo to'ldirayotgan joyini kesib, ruchka bilan oddiy sharikni joylashtirib shishirib chiqing. Ushbu shariklarni olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, shishirayotgan joyiga trubishkani tiqib, havosini chiqarib oling. Shariklarni mustahkam qilib ilib qo'ymoqchi bo'lsangiz, videoda ko'rsatilgandek rezin va skochlarni yopishtirib chiqing.